Bankning nomi nima deding baka? Nogiron bank dedi. Nogiron bank? Ha. Boshqa bank yo'qmi baka? Ha, o'zi qishlog'imizda bitta shu bank bordi. Ha, yo'q qani. Bankka kelgandik, kredit olmoqchi edik. Men qorovulman. Boshliq ichkariga kirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshimisiz? Keling. Bizlar Nogiron bankdan kredit olishga kelgandik. Keling. Nima chizapsiz? Siz rasmiydi. Nima keldingizlar? Kredit olmoqchi edik sizlar banklaringizdan. Bu biznes ochmoqchi edik. Ha, kreditmi? Hozir. Kredit bo'lsa, ana hujjatlarni tahlil qilasiz, ana bering imzo chekasiz. Shu hujjatlarmi? Ha. Qo'ydi bacham, ketma. Olib keldim mana hujjatlar. Yaxshi, indikda mantiqiy savol beraman. Javob bersangizlar, o'zim Nogiron bank boshlig'i sifatida kredit ajrataman. Rozimisizlar? Rozi, zo'r bo'laydi lekin. Mani uyimda bitta kuchugim bor, uni oti nima? Yo'q, unangim bu. Sani kuching otini qiyramayapmiz biz. Osonlashtiraman, bosh harfi Z dan boshlanadi. Zdan? Z. Zo'rroqmi? Yo'q. Zombimi? Yo'q. Zaychikmi? Yo'q. Zo'rroq. Nima aytdi? Zombimi? Yo'q. Zizi. Yo'q. Ziki. Zikimi? Yo'q. Zaribmi? Yo'q. Topolmadik. Nima oti? Nima? Oti Tuzik. Unangim yo'q. Qani bu yerda Z? Bosh harfi T-ku buni. Qani bu yerda Z? Zato o'rtasida Z bor. Bu jillarga Turkiya kredit beringlar desang bo'ladi-ku. O'zi men bularni nomidan bilgandim-da, Nogiron bank deydi, o'zi jilliligini bildim bularni. Jilli Ha, nima bo'ldi? Kredit oldingizmi? Bular hammasi bir xilda. Yo'q, ola olmadik. Nima desan? Menga qaranglar, ana shu boshliq bilan men qarindoshligim bor. Agar ana kuchugim laqabni topsangizlar, men o'zim yordam beraman. Yana kuchuk. Tuzukmi oti? Yo'q, bosh harfi O'dan boshlanadi. Odan? Ha. Olaparmi? Yo'q. Oymomanmi? Yo'q. Bu endi topolmadik, nima? Bubik. Ketdik. Men qarindoshman lekin. Bilgan bo'lsam bacham bormidim shucha. Ana endi biznes ham ocha olmaymiz, kredit ham ola olmadik, rasvo bo'ldimi? Dada,